Salom, aziz futbol muxlislari. Siz tomosha qilayotgan kanal bu Secret X. Bugungi sonda jahon futbolida katta shov-shuvga sabab bo'layotgan 4 ta sensatsion xabarni siz bilan muhokama qilamiz. Lamine Yamal haqiqatan ham Lionel Messini ortda qoldirdimi? Julian Alvarez Atletikoni tark etib Barselonaga o'tadimi? Michael Olise atrofidagi 150 million yevrolik sensatsiya ortida nima bor? Va eng qizig'i, Jose Mourinho Realda 2 yulduzni sotishga qaror qabul qildimi? Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki har bir xabar ichida ko'pchilik e'tibor bermagan juda katta qiziq detallar bor. Va eng muhimi, Secret X kanalida hech qachon qimor, bukmekerlik stavkalar yoki shunga o'xshash zararli narsalar targ'ib qilinmaydi va bo'lmaydi ham. Biz futbolni yaxshi ko'ramiz, muxlislarni hurmat qilamiz va kanalimizda faqat futbol haqida gapiramiz. Agar shu kabi halol va qiziqarli kontentlarni qo'llab-quvvatlasangiz, hozirning o'zida like bosing va kanalga obuna bo'ling. Tayyormisiz? Unda ketdik. Ispaniya terma jamoasi vingeri Yamal jahon chempionatlari tarixidagi noyob natijaga erishdi. Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Lamine Yamal jahon chempionatlari tarixida 19 yoshga to'lmasidan turib, o'yinda hisobni ochgan ikkinchi futbolchiga aylandi. 18 yoshli forvard jahon chempionati 2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda gol urdi va tarixiy natijani qayd etdi. Bu boradagi rekord hali ham Pelega tegishli. Afsonaviy braziliyalik 1958-yilgi mundialda Wales darvozasini ishg'ol qilib, 17 yoshida mazkur ko'rsatkichga erishgan edi. Saudiya Arabistoniga qarshi bahs Yamal uchun jahon chempionatlaridagi ilk start uchrashuvi bo'ldi. U avvalgi turda Cabo Verdega qarshi o'yinda 0-0, ya'ni hisob ochilmagan ikkinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushgan edi. Lamine Yamal Barselona tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U 2023-yil aprelidan buyon asosiy jamoa safida to'p surib kelmoqda. Yamal klub bilan birga Ispaniya chempioni, mamlakat kubogi va super kubogi sohibi bo'lgan. Ispaniya milliy terma jamoasi safida esa 27 ta uchrashuvda 7 ta gol va 12 ta assist qayd etgan. Godin Julian Alvarezning Atletikodan ehtimoliy ketishi haqida gapirdi. Madridning Atletiko klubi sobiq himoyachisi Diego Godin hujumchi Julian Alvarezning jamoadagi kelajagi borasida o'z fikrini bildirdi. Mishmishlarga ko'ra, argentinalik forvard anchadan beri uni o'z safiga qo'shib olishni orzu qilayotgan Barselonaga o'tishni xohlamoqda. Matraschilar esa o'z yulduzini qo'yib yuborishni istamayapti. Yaqinda Fernando Torres aytganidek, Atletikoda shunchaki to'p surishning o'zi kifoya qilmaydi. Bu yerda o'ynashni chin dildan xohlash kerak. Julian qoladi deb umid qilaman. Nima sodir bo'lishini bilmayman, lekin uning chindan ham shu yerda qolishini istashini umidvorman. Alvarez ajoyib futbolchi. Hozirgi vaqtda bunaqasini topish qiyin. Aqlga sig'adigan mablag' evaziga unga munosib o'rinbosar topishning umuman iloji yo'q, deya Godinning so'zlarini keltiradi Mundo Deportivo nashri. Julian Alvarezga Barselonadan tashqari Madridning Real klubi, shuningdek PSG va Arsenal klublari ham qiziqish bildirgan. Michael Olise Bavariya rahbariyatini Real bilan hech qanday muzokara olib borilmaganiga ishontirdi. Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Michael Olise Myunxenning Bavariya klubi rahbariyatiga na o'zi va na uning vakillari Madridning Real klubi bilan transfer bo'yicha muzokara o'tkazmaganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq qaymoq rangliklar ham o'z tomonidan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Ommaviy axborot vositalarini ushbu futbolchining ehtimoliy transferi atrofida turli uydirma va mishmishlarni tarqatishni to'xtatishga chaqirgan edi. Eski sport jurnalisti Florian Plattenbergning xabar berishicha, Olise bu mavzuda hech kim bilan hech qanday uchrashuv yoki yashirin suhbatlar o'tkazmagan. Matbuotda tarqalgan norasmiy xabarlarga ko'ra, Real Madrid fransiyalik yulduz uchun Bavariyaga 150 million yevrolik dahshatli mablag' taklif qilgan. Kishini hayratga soladigan tomoni shundaki,
24 yoshli futbolchining Transfermarkt portalidagi ayni paytdagi rasmiy bozor qiymati ham aynan mana shu summani tashkil etadi. Yevropa futbolining gigant klublaridan biri Real Madrid Mourinho va Valverdeni olib qolmoqda va ketadigan ikki asosiy nomzodni aniqladi. Manbalarga ko'ra, Realning yangi bosh murabbiy Jose Mourinho Federico Valverdeni jamoada olib qolishga qaror qildi. Garchi avvalroq madridliklar urugvaylik futbolchi bilan xayrlashishga tayyor ekanliklari bir necha bor xabar qilingan bo'lsa-da, shu bilan birga Qirollik klubi yozda xayrlashni rejalashtirayotgan ikki futbolchini aniqlab oldi. Bular Aurelien Tchouameni va Eduardo Camavinga. Federico Valverde 2018-yildan beri Real safida to'p tepadi. O'tgan mavsumda yarim himoyachi klub uchun 49 ta o'yin o'tkazib, 9 ta gol urdi va 13 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Federico Valverde yillar davomida o'zini haqiqiy jangchi sifatida ko'rsatgan. U gol uradi, pushka, himoya qiladi, hujum qiladi. Kerak bo'lsa, darvozabondan tashqari barcha pozitsiyalarda o'ynaydi. Muxlislar hazil qilishadi. Agar yerga Nelo tushib qolsa, birinchi bo'lib Valverde borib tekshiradi. Uning energiyasi haqida shunday hazillar ko'p. Do'stlar, bugun futbol olami yana bir bor bizga surprizlarga to'la ekanini ko'rsatdi. Lamine Yamal yangi tarix yozmoqda. Julian Alvarezning kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Michael Olise atrofidagi mishmishlar tinmayapti va Federico Valverde haqidagi xabarlar butun Yevropani muhokama qilishga majbur qilmoqda. Endi esa navbat sizga. Siz qanday fikrdasiz? Lamine Yamal kelajakda Messi darajasiga yeta oladimi? Alvarez Atleticoda qolishi kerakmi? Michael Olise haqiqatdan ham Realga mos futbolchimi? Va agar tanlov qilish kerak bo'lsa, Federico Valverde, Tchouameni yoki Camavingadan qaysi birini jamoada qoldirgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izohni albatta o'qiymiz va imkon boricha barchasiga javob berishga harakat qilamiz. Sizning fikringiz kanalimiz uchun juda ham muhim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimiz rivoji aynan siz kabi faol muxlislarga bog'liq. Secretex oilasiga qo'shiling, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Keyingi sensatsion videolarda ko'rishguncha, xayr futbol muxlislari.